Yangi O'zbekiston xalqaro hamkorlikni rivojlantirish yo'lidan borib, xorijiy sheriklarning ilg'or tajribalarini o'rganadi va muvaffaqiyatli amaliyotlarni milliy iqtisodiyotimizga joriy qiladi. Davlatimiz rahbarining qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirish hamda qayta ishlash zanjirini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ham meva-sabzavotchilik yo'nalishida ayni maqsadga qaratilgan. Hujjat agrosektorning ushbu tarmog'ini xalqaro hamkorlik asosida yanada rivojlantirish uchun huquqiy asosdir. Masalan, Dubayda tashkil etilgan ko'rgazmada mamlakatimiz delegatsiyasi milliy oziq-ovqat mahsulotlarimizning eksport salohiyatini oshirish borasida ish olib bormoqda. Hamkasbimiz Sabina Sadinova yangi qaror va Birlashgan Arab Amirligi mezbonligidagi ko'rgazma tafsilotlari haqida so'z yuritadi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti yangi O'zbekistonning drayverlaridan biriga aylanmoqda va istiqbolli bozorlarga chiqish, eksport geografiyasini kengaytirishga oid choralar dolzarb. Davlatimiz rahbarining qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirish hamda qayta ishlash zanjirini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori aynan zarur bo'lgan ta'sirli mexanizmlarni joriy etishga turtki bo'ldi. Hujjatda qishloq xo'jaligi mahsulotlari, ya'ni meva-sabzavot mahsulotlarimizni yuqori qo'shilgan qiymat hosil qilib, xorijiy davlatlarga, ya'ni istiqbolli bozorlarga sotish belgilab berilgan. Buni amalga oshirish maqsadida aynan shu hujjatda yana bir vazifa topshirilgan. Ya'ni bu vazifa nimadaki? Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining, oziq-ovqat mahsulotlarini xorijiy davlatlardagi savdo tarmoqlarida savdo yarmarkalar tashkil etib, savdo rastradagi mahsulotlarni joylashtirish, kichik qadoqlarda, ya'ni zamonaviy qadoqlarda mahsulotlarimizni tashqi ko'rinishiga e'tibor berib, qo'shilgan qiymat hosil qilib va mahsulotlarimiz qimmatroq sotilishini ta'minlab beradi. Endi biz mahsulotlarimizni yirik hajmlarda ulgurji bozorlarga emas, kichik hajmlarda to'g'ridan-to'g'ri chakana savdoga yetkazib berish uchun huquqiy asoslar yaratib berilgan. Qaroriga asosan xorijiy davlatlarda O'zbekiston mahsulotlari yarmarkalarini o'tkazish belgilangan bo'lib, bu borada mamlakatimiz salohiyatini namoyish etishni maqsad qilgan galdagi tadbir O'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan Dubayda o'tkazildi. Tadbirning rasmiy ochilish marosimida shahar ma'muriyati, yirik importyorlar va biznes vakillari ishtirok etdi. Bizda haqiqatan ham O'zbekiston mahsulotlariga qiziqish katta. Mamlakatingizda 3 yil oldin bo'lgan edim va meva-sabzavotlarni o'shanda tatib ko'rganman. Ko'p yangiliklar bo'lganini ko'rdim. Misol uchun, sublimatsiya qilingan mahsulotlar ham e'tiborga loyiq. Muhimi, o'zbekistonlik ishlab chiqaruvchilar tabiiy mahsulotlarga katta e'tibor berishyapti. Bu esa zamonaviy bozorning asosiy talablaridan biri. O'zbekiston mahsulotlari yarmarkasi Dubayning eng yirik meva-sabzavot bozori hisoblangan Alaverdagi Bloom savdo markazida bo'lib o'tmoqda. Lokatsiya jihatidan ham mazkur markaz juda ham qulay joylashgan bo'lib, har kuni deyarli 20 mingdan ortiq iste'molchiga xizmat ko'rsatadi. 1 million kvadrat metr maydonda Janubiy Osiyo, Yaqin Sharq, Afrika va Yevropa davlatlari bilan bir qatorda endi O'zbekiston mahsulotlari ham namoyish etiladi. 200 kvadrat metr stendda 30 dan ortiq milliy kompaniyaning mahsuloti namoyish etildi. Muloqot samarali boshlandi. Dastlabki kunning o'zidayoq qiymati salkam 5 million dollarga teng eksport oldi shartnomalar imzolandi. Ma'lumki, O'zbekiston mahsulotlari yuqori sifatga ega va logistika masalalari ham bugungi kunda muammo emas. Men uchun yangi uzilgan sabzavot va mevalar qiziq. Sababi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib berishga ixtisoslashgan chakana savdo tarmog'ining vakiliman. Biz mahsulot assortimentini muhokama qildik va shartnoma imzolashni ham rejalashtirdik. O'zi har doim shunaqa yangi davlatga kelganimizda biz aniq bilmaymiz qaysi mahsulotimizga talab katta bo'ladi. Amin bo'ldikki, juda ko'p qiziqish aynan asal mahsulotiga va quruq meva mahsulotlariga bo'lyapti. Hozirgi kunda biz bir nechta supermarket zanjirlari bilan gaplashdik, eksport oldi shartnomalarini muhokama qildik. Undan tashqari kichkina do'konlar bor. Ular bilan ham muzokaralar olib borildi. Yaqin kunlarda eksportni boshlaymiz Dubayga ham. Har bir ko'rgazma milliy mahsulotlar geografiyasini kengaytirishga yordam berayotgan rost. Dubaydagi yarmarka esa alohida ahamiyat kasb etadi. Sababi birgina Birlashgan Arab Amirliklari orqali 60 millionlik iste'mol bozoriga ega Fors ko'rfazi davlatlariga chiqish imkoni mavjud. Yangi uzilgan meva sabzavotlarni sifatli yetib kelishga e'tibor qaratilgan. Yarmarka nima ustunlik qiladi? Ya'ni yarmarkada tadbirkorlarga aviachipta yuklarini yarmarka bo'lib o'tadigan davlatlarga yetkazib berish va u yerdan joyni, ya'ni stendlarni qoplab beriladi. Bu tadbirkorlarimiz uchun juda ham yaxshi imkoniyat. Qolgan yarmarkaga qaraganda buni yana bitta plus tomoni ayni o'zini joyida bo'lgan. Chunki mahsulotlarimiz shu kam mahsulotlar shu bozorda. Ko'proq bizda so'rayotgani eng qiziq bo'ladigani
o'zimizni shirin gilosimiz orada sabzavotlarni so'ralyapti ko'p. Uchta pink paradise tomatlarga qiziqish bo'lyapti. Talabi bor. Pomidorlarimizni ham, bodringlarimizni ham уже bilishyapti-da. Yuqori qiziqish uyg'otgan pozitsiyalardan biri ziravorlar. Talabga javoban taklif ham tayyor. Masalan, mana bu mahalliy kompaniyaning rahbari shvetsiyalik tadbirkor bo'lib, bugungi kunda nafaqat ziravorlar, balki choy va turli miks damlamalar ishlab chiqaradi. 90 dan ortiq turdagi mahsulotni ishlab chiqaramiz. Zavodlarimizdan biri Namanganda joylashgan. Asosan Yevropaga eksport qilamiz. Shvetsiya, Latviya, Bosniyaga mahsulot jo'natamiz. O'zbekistonning salohiyati katta. Endi mahsulotni yakuniy iste'molchiga yetib boradigan holda tayyorlash kerak. Shunda daromad ham ancha ortadi. Qolaversa, Made in Uzbekistan brendiga chet elda ishonch bildirishadi. Dastlabki qadamlar tashlandi. Endigi maqsad xalqaro bozor talabi tahlilini davom ettirish. Ishonchli hamkorlikni o'rnatib, yuqori qiymatli bozorlarga eksport hajmini oshirish. Muhimi, O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlari mazali, narxi esa hamyonbop, sifati yuqori, eksportda esa raqobatbardosh bo'la olishini namoyish eta oldi.